Har yili yurtimizda minglab insonlar ovqatdan zaharlanishi, ularning 1/3 qismi esa bolalar ekanligi, bularning oqibatida esa o'nlab o'lim holatlari kuzatilishini bilasizmi? Zaharlanishdan tashqari, noto'g'ri ovqatlanish sababli bolalarda jigar kasalliklari, suyak va bo'g'imlardagi rivojlanishlar, gijja va parazitlarning ko'payishi, organizmda vitamin va minerallarga ehtiyoj ortishi kabi holatlar kundan kunga ortyapti. O'zingiz o'ylab ko'ring, O'zbekistonning atrofida dengiz va okeanlar yo'q. Buning oqibatida bolalar rivojlanishi uchun eng zarur hisoblanuvchi yod elementiga ehtiyoj ortadi. Iste'mol qilayotgan mahsulotlarimizni tarkibiga esa juda ham kam e'tibor qilamiz. Mana shunday muammolarni bartaraf etish va maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolajonlarni kundalik zaruriy ratsionlarni mazali, foydali va albatta pokiza taomlar bilan to'ldiruvchi Saffo Group o'z ish faoliyatini boshladi. Endilikda malakali qator mutaxassislar va tajribali oshpazlarimiz maktabgacha ta'lim muassasalarida taomlanish bilan bog'liq qulay xizmatlarni davlat tomonidan tasdiqlangan, qolaversa maxsus tuzib chiqilgan menyu asosida siz va sizning farzandlaringiz uchun taqdim etadi. Batafsil ma'lumotga ega bo'lish uchun hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.